Men kichkinaligimda model edim va men 2 yoshligimda modellik bilan shug'ullana boshladim. Men o'yinchoqlar va kiyim-kechak reklamalari uchun modellik qildim va jurnallar uchun ham ko'p suratga tushdim. Men boshqa ishtirokchilar kabi yaxshi emasman. Shuning uchun albatta men muvaffaqiyatsizlikka uchrayman deb o'ylagandim. O'ylaymanki, siz albatta muvaffaqiyat qozonasiz. Sizda juda ko'p iste'dod bor. Men sizni chin dildan maqtamoqchiman, Haram. Siz mashq qilishni juda yaxshi biladiganga o'xshaysiz. 저는 블랙핑크의 로제 선배님이 제 롤모델이십니다. 로제 선배님은 약간 Rosie o'ziga xosligi va o'ziga xosligiga ega. 많이 색깔이 뚜렷한 지금 그런 목소리를 가지고 계시잖아요. 제가 월말 평가 Men oylik baholashimga bordim va Rosie to'g'ri oldimda o'tirdi. Men juda asabiy edim va men yaxshi ish qilmadim deb o'yladim. Ovozingiz yaxshi va buni qanday qilishni bilganga o'xshaysiz. Vaqti bilan chiqadigan xirillagan ovoz o'rtadagi ignis juda yaxshi. Friday night and I'm riding solo. When I'm touched down, keep it on the low. I don't mess with energy. No photos. So antisocial, but I don't care. Don't give a damn, I'm gonna go, yeah. Got a lot on my mind, you don't know. Got my head low, don't talk to me. I've been down, give me some space. You don't know what's in my brain. Music loud is in my pain. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't survive it. Want something, I wanna ride. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't survive it. Won't let nothing come in between me and the night. Haramning eng katta kuchi men ovozni aytmoqchiman. Uning ovoziga tenglashish juda qiyin. Uning ovozining uslubi va jozibasi mashhur estrada xonandalari bilan raqobatlasha oladi. Uning ovozi mutlaqo ajoyib. O'sish ortida fidoyilik va cheksiz amaliyot yotadi. Men hech qachon raqsga tushmaganim uchun hech qanday asosiy ko'nikmalarga ega emasman. 많이 답이다. Va men mashq qilish yagona yo'l deb o'yladim. 때마다 계속 집 근처 연습실을 잡아서 연습하기도 하고 Trening uchun men qattiq mashq qilish kerakligini bilaman va shuning uchun men har kuni 9-10 soat raqs bilan shug'ullanaman. Bu holatda Haram uning uzun qo'llari va oyoqlari bor, lekin uni qanday boshqarishni biladigan yagona odam u. Unga bu harakatlarni qilish qiyin bo'lishi mumkin, tezlik kerak edi, lekin u buni yaxshi bajardi. Bu yerda nimadir noto'g'ri. Haram nega bunchalik hayron? Haram uchun syurpriz tug'ilgan kun videosi. Umid qilamanki, biz yaxshi natijalarga erisha olamiz. Stajyor do'stim, biz birgalikda nimani yaratdik? 싸한 추억들도 많고 Balki shuning uchun yig'laganman.
Rora va Chikita o'zlarining tortlarini tayyorlashadi. Men buni o'zlari yasaganlariga juda hayron bo'ldim. 짱이다. 그리고 그때 Qutidan katta shar chiqmoqda. 이렇게 나오는 거예요. 그래서 편지를 Bir stajyor xat yozdi va bu menga juda ta'sir qildi. 거기에 또 Men Chikita buni koreys tilida yozishini kutmagan edim. 써줄 줄은 몰랐어요. 뭔가 Juda ta'sirli. 같이 이렇게 노래도 Men his qilaman deb o'ylayman. Ular bilan qulay. Birga kuylang va o'ynang. O'sha paytda stressim yo'qolgandek tuyuldi. YG stajyorlarining hayoti siz uchun qanday edi? Menimcha YG stajyorlari men uchun o'sish degani. Chunki men har oy olganimda qanchalik yaxshilanganimni ko'rsatishim kerak. Oylik baholash davomida olgan sharhlarimni. I get drunk, wake up, I wasted. Still realize the time that I wasted. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never let me empty handed. Oh, 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 oh. 감사합니다. Raniga Juda yaxshi his qilyapman. 1 yoki 2 oy oldin sizga ko'rsatgan barcha narsalarimni o'zingiz talqin qilishingiz mumkin. Sizning o'sib borayotganingizni ko'rish yoqimli. Mening orzularim amalga oshadi. Agar men debyut qilsam, lekin bu mening yangi orzularim boshlanadigan kun. Men chindan ham debyutimni qilishni xohlayman.